5ta sevgi kalitining 5-chisi bu vaqt. U nima degani? Ayniqsa bu narsa yoshi kattalarda namoyon bo'ladi. Masalan, esir paytida yashagan nima deydi, buvimiz, buvalarimiz, ota-onalarimiz bor, ko'pchiligimizda. Shularni oldiga o'tirib, bir og'iz so'rang. Buvijon yoki bobojon, rostmi esir paytida bir pachka quti shunaqa gugurt 1 tiyin turgani rostmi desangiz, ketdi. Kamida 1 soat, 2 soatga leksiya bor. To'g'rimi, yo'qmi? Siz o'tirasizda, shunaqamidi? Voy, nahotki deb to'lka deb turasiz, faqat eshitib turasiz. Ular bo'lsa mazza qilib gapirishadi. Ya'ni siz o'z vaqtingizni ularga nima qildingiz? Bag'ishladingiz. Mutlaq faqat ularni eshitib vaqt ajratdingiz va ular mazza qilib siz bilan suhbat qilishadi. Suhbat emas, gapirishadi, monolog bo'ladi. Demak, bu ko'pchilik qarilarda ana shunday. Yosh bolalar ham ko'pchiligini, masalan, dadasi ertalab kechgacha ishlaydi yoki onasi ishlaydi, bolasini o'tirib gaplashishga vaqti yo'q. Bir kuni shunday dasturxonda o'tirib, quchoqlab, o'pib, o'g'lingizni, qizingizni nima bo'yapti, maktablarda nima bo'yapti, sporting qanday bo'yapti deb mutlaq o'zingizni unutingda, butun vujudingizni, butun borligingizni shu insonga qaratingda, faqat uni muammosi bilan, uni dunyosi bilan qiziqingda, yarim soat, 1 soat shuni tinglang. Agar bu narsa unga yoqadigan bo'lsa, ko'zini yalt aytadi. Bu 5-chisi sevgi kaliti.